Ertalabdan yengilgina hazır qilamiz. Hozir ichiga tiqamizda. Qani sinab ko'ramiz. Oladilarmi yo'qmi buni? Nima deysiz? Hozir. Furqat aka. Agar mana shuni yo'lda bitta sizga chiqsa-da, aka pulim yo'q. Mana shu narsani 50 mingga sotib oling mendan. Uygacha yetib olayotsa, zarur bo'lsa, pul yo'q bo'lsa olaydingizmi yo'qmi? 10 mingga pirillaga qilsam. Ha, kesada pulim yo'q aka. Mana shuni sotib oling. 50 mingga prosta pul bermangiz sotib oling desa-da, olaydingizmi? Kim oladi? Chunki nimaligini men bilaman. Nimaligini? Shunda o'zimga kerakligini. Ha, bu o'zi narxi 50 ming emas-ku buni. Ha? 50 ming emas-ku buni. Qadriga yetgan kelibga uni 100 mingga sotsangiz ham bo'ladi. Agar aka hozir 200 ming bering, shunga ham berasizmi? 50 mingdan o'xshab yuribdi-ku klipda. Bizda degani shu. Shunday, yo'q, o'z 200 mingga bersam olasizmi shuni? 200 ming aka bering, pulim yo'q, zarur desa olasizmi? Mana. Olaman, chunki shunda ham 200 ming beraman. Yo'q, bunga 200 ming bermas-ku. Ya, ha 200 ming emas-ku, 200 ming narxi 200 ming emas-ku. Shu narsaga muhtoj bo'lib tursa, buni Yo'q, muhtoj emas. Ha, buni sotmasa ham agar 200 ming agar olsangiz hozir beradim 200 mingga. Muhtojman desa, shunda ham buni sotmasa ham beraman.